videolarda tayyorlanishi, ya'ni g'oyasi, ideyasini ustida 5 daqiqa, 10 daqiqa ishlanadida, uni texnik tomonlari ustida montaj, syomkasiga ko'proq vaqt sarflanadigan har xil videolar, kontentlar bor va ular katta ehtimol bilan odamni vaqtini, qiymatini qoplab beradigan narsa bermaydi. Misol uchun aytaylik, 10 minutda ssenariysi yozilgan narsa bu juda ham haligi sayoz bo'ladi va odamni 1 daqiqa vaqti uchun arzimaydi. Men aynan Instagram uchun gapiryapman. YouTube'da asosan uzoq muddat bo'lgani uchun qanaqadir qiymati bo'lish ehtimolligi yuqoriroq, lekin Instagramda bu narsani ehtimolligi kamroq. Shuning uchun videolarni bir-birimizga ulashayotgan paytimizda biz eng birinchi yomonlikni eng yaqin do'stimizga qilishdan boshlaymiz. Bugungi kunda nimaga desangiz, o'sha eng yaqin do'stimizga bir kunda ko'plab videolar yuboramiz va bu narsa uni qanchadir vaqtini oladi va unda juda ham ko'p yomon odatlar shakllanishiga ham sabab bo'ladi. Qanday qilib desangiz, o'sha har kuni u Instagramni kasaliga aylanib boryapti. Ya'ni o'zimiz eng yaqinlarimizga birinchi yomonlik qilishni boshlayotgan bo'lsak, shunaqa videolarga layk bosib, komment yozib, ulashish orqali juda ham kulgili bo'lishi mumkin, bachkana bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha paytda bizga kichkinagina emotsiya beradi. O'sha emotsiyadan kelib chiqib turib ish tutganimiz uchun o'sha videoni tezda ulashib qo'yamiz va u ham qanchadir vaqt ko'radi. U menga video tashlagandan yana video tashlaydi sizga. Xullas shunaqa qilib bir-birimizni borgan sari chuqurlikka, botqoqlikka tortib boryapmiz va men doim shu paytgacha juda ham perfeksionist bo'lganman. Har xil videolarda texnik tomonlama zo'r bo'lishi kerak deb o'ylardim va endi hozir fikrim o'zgargan. Texnik tomonlama uni g'oyasi, ideologiyasi qancha vaqtda shakllanyapti va qachon uni gapirishga men tayyor bo'lyapman degan ma'noda odamlarda o'sha qancha vaqtda ko'rilsa, meni ko'pchilik ko'rmaydi. Men o'zimizga yaqin obunachim bo'ladigan bo'lsa, o'sha obunachilar ko'rganda o'sha vaqtiga achinmasin degan ma'nodagi kontent yaratishga harakat qilyapman va hayotda qanaqadir ideal qilib 4K formatda emas, perfeksionist bo'lmaslikka harakat qilib, shu minimal imkoniyatlardan foydalangan holda maksimal qiymat yaratishga harakat qilyapman. Bir-birimizga video tarqatayotganimizda, komment yozganimizda, layk bosganimizda avval o'ylaylik, mayli o'zimiz vaqtimiz ketdi, 1 daqiqamiz, 1 daqiqani tasavvur qiling, 1 daqiqa umringiz qaysidir ko'kka sovurildi vaqtingiz va shu vaqtda endi boshqalarnikini ham olishimiz bu qanchalik to'g'ri? Ya'ni videoni tarqatayotgan paytimizda yoki layk bosib o'tib ketayotgan paytimizda ham o'ylaylik, shu video bizdan keyin nechta odamni vaqtini oladi va shu odamlarni vaqtiga arziydimi degan kriteriyani qo'yadigan bo'lsak, ancha yaxshi bo'lardi. Ancha sifatli kontentlar bir-birimizga tarqalishni boshlardi va rekka chiqishni boshlardi. Shuning uchun bir-birimizga tarqatayotgan videomizga ham jiddiyroq e'tibor qarataylik.